هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Enbiya tefsiri 30. ayetten başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Enbiya suresi 30. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Kafirlar bilmemdi ki osmonlar bilan zimin bir-biriga tutash edi. Ularni ayirib etdik. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. Ular Allohning qudratiga ishonmamdi. Yer tevrab ularning xotirjamsiz bo'lmasligi uchun biz ziminda tog'larni yaratdik. Ularni safarda ko'zlagan maqsadlariga yetib olsin deb tog'larda keng yo'llarni yaratdik. Osmonni biz bexatar o'g'zi qildik. Halbuki ular, ya'ni mushriklar, osmondagi kun, oy, yulduzlarga o'xshash Allohning borlig'ini va uning qudratini ko'rsatadigan alomatlardan g'aflatlidir. Allah keçini ve kunduzni, kunni hem oyni yaratdı. Ularning her biri o'ziga xos palakda sayr qiladi. Osmon, zimin ve kechi kunduzning Alloh taolaning bor ve birligiga dalolat qiladiganligi. Alloh taolo bütün kainatni yaratib, ularni nihoyat inchga o'rinlashtirib, ularni o'ziga bo'ysundirayotgan katta qudratga ega ekanligini bildirib mundoq dedi. Kafirlar bilmamdiki osmonlar bilan zimin bir-biriga tutash edi, ularni ayirib etdik. Ya'ni Alloh taolaning ilohlik sifatini inkor qilgan, uningga qo'shib boshqasiga ibodat qilgan kafirlar barliq narsalarni Allah Teala'nın özü yalğız yaratqanlığını ve o narsalarni özünün başqurib turayotganligini bilmemdi. Undaq bo'lgan ekan Allah Teala'ga şirik keltirish qandaqmı loyiq bo'lsin? Ular ko'mamdi. Osmon, zimin aslida bir-biriga tutash edi. Allah Teala uni ayirib osmon, ziminni 7 qavatdan qildi. Osmon bilan ziminning oraliqida havoni paydo qildi. Ziminni yomg'ir bilan ko'katdi. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. Ular Allohning qudratiga ishonmamdi. Bularning hammasi xoliqani qiladigan bir yaratquchining borligiga keskin pokitdir. Her bir şeyde bardır onun alameti, bir ilahlık ulug' sübhat karameti. Sufyan Savri dadisidan Akrimaning mundaq deganligini rivoyat qildi. İbn Abbas radhiyallohu anhumadan kecha burunmidi yoki kunduzmi deb so'raldi. U osmon, zimin bir-biriga tutash vaqtida u ikkisining oralig'ida qorong'udan boshqa bir narsaning yo'qligini bilmamsizlar? Bu kechining kunduzdan burun ekanligini tushuntirib berdi deb javob berdi. İbn Abu Hatem İbn Umar'ning
Mundaq deganlikni rivoyat qiladi. Bir kishi Ibn Umarning qishig'i Alloh taolaning osmonlar bilan zimin bir-biriga tutash edi, ularni ayirib etdik degan oyatining ma'nosi to'g'risida so'rab keldi. Ibn Umar u kishiga: "Sen avval Ibn Abbasning qishig'i berib, bu to'g'riliq so'rag'in. Ondan uning sana bergan javobini menga yetkazgin" dedi. U kishi Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning qishig'i berib, u savolni so'radi. Ibn Abbas uningga: "Shundaq osmon zimin bir-biriga tutash bo'lib, osmondan yomg'ir yog'maydi. Zimindan o't cho'plar unmaydi. Alloh taolo ziminning ustida yashaydigan mahluqotlarni yaratgan vaqtida osmonni yomg'ir yog'adigan, ziminni o't cho'p unadigan qilib bir-biridan ayirib etdi" deb javob berdi. Heyliq kishi Ibn Umarning qishig'i kelib, uningga Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning bergan javobini yetkazdi. Ibn Umar: "Men Ibn Abbasning Qur'on to'g'risida haqiqiy ilm egisi ekanligini bildim. U rost debdi. Osmon zimin burun shundoq edi" dedi. U yana: "Burun Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning Qur'onga qo'rqmay ma'ni aytishi menga bek yoqmaydi. Hozir uning Qur'on to'g'risida haqiqiy bilim egisi ekanligiga ishondim" dedi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Said ibn Jubayr mundaq dedi: "Osmon zimin bir-biriga tutash edi. Osmon ko'tarilganda zimin uningdan ayrivilindi. Mana bu Alloh taolo Qur'onda degan ayrivilishdir." Hasan bilan Qatada mundaq dedi: "Osmon bilan zimin bir-biriga tutash edi. Ondan Alloh taolo u ikkisining oraliqini havo bilan ayirdi. Hamma jonliq mavjudotni suvdan yaratdik. Ular Allohning qudratiga ishonmamdi. Yer tavrab ularning xotirjamsiz bo'lmasligi uchun biz ziminda tog'larni yaratdik. Ularni safarda ko'zlagan maqsadlariga yetib olsin deb tog'larda keng yo'llarni yaratdik. Ya'ni bütün jonliq narsaning kelish manbasi suvdir." Imom Ahmad Abu Hurayraning mundaq deganligini rivoyat qiladi. "Men payg'ambar alayhisalomga: Ey Allohning payg'ambari, men seni ko'rgan vaqtimda haqiqatan xush bo'lib ketaman. Sen menga hamma narsaning kelish manbasidan xabar bersang" dedim. U: "Hamma narsa suvdan yaratildi" deb javob berdi. Men qilsam jannatga kiradigan bir ishdan xabar bersang" dedim. U: "Men qilsam jannatga kiradigan bir ishdan xabar bersang" dedim. U: "Salomni umumlashtirgin, ojiz peqirlarga tamoq bergin, urug' tuqqanlaringga tuqqandarchilikni yetkazgin. Kechida kishilar uxlayotgan vaqtida sen qo'pib namoz o'qigin. Ondan jannatga salomat kiralaysan" deb javob berdi. Subhanalloh, la havla va la quvvata illa billah. Yer tavrab ularning xotirjam bo'lmasligi uchun biz ziminda tog'larni yaratdik. Ya'ni ziminning 4/3 qismi suv bilan o'rilib turganligi uchun zimin tavrab uning ustida hayot kechirish imkoniyati bo'lmay qolmasligi va ziminning mahluqotlarni tavritib etmasligi uchun tog'larni ziminni tutib turg'ich qo'ziq qildi. Alloh taolo bandilarini Alloh taoloning osmon va uning ichidagi mo'jizotlarini ko'rishi uchun ziminning 4/1ni kun nuri va havo bilan to'ldirilgan quruqlik qildi. Ularni safarda ko'zlagan maqsadlariga yetib olsin deb tog'larda keng yo'llarni yaratdik. Ya'ni
bir shahardan yana bir shaharga, bir qit'adan yana bir qit'aga o'tish uchun tog'larda yo'llar qilindi. Tog'lar shaharlarning oraliqidagi bir to'salg'idir. Ondan Alloh taolo kishilarning bir yerdan yana bir yerga yetkilish uchun tog'larda yo'llarni qilib berdi. Osmonni biz bexatar o'gizi qildik. Ya'ni osmon zaminning shakli gumbazga o'xshash bo'lgan o'gizsidir. Alloh taolo osmonni barpo qilganligi haqida mundaq dedi. Osmonni qudrat bilan barpo qildik. Biz haqiqatan qudratlikmiz. Osmon bilan va uni bino qilgan zot bilan qasamki, ular osmonni qandoq turiksiz barpo qilganligimizga, uni yulduzlar bilan beziganligimizga, uningda hech qandoq yuchuq yo'qligiga qaramamdi. Bu oyatlardagi barpo qildik degan so'z osmonni gumbazdek qilib tikladik deganlikdir. Osmonni biz bexatar o'gizi qildik. Mujohid bu oyatning ma'nosi haqida mundaq dedi. Biz osmonni egiz o'gizi qildik. Halbuki ular, ya'ni mushriklar, osmondagi kun, oy, yulduzlarga o'xshash Allohning borligini va uning qudratini ko'rsatadigan alomatlardan g'aflatlidir. Alloh taolo mushriklarning bu bepoyon zamin, bu egizlikdagi osmon va uning ichiga o'rinlashtirib qo'yilgan jim turadigan Alloh taolodan boshqasi bilmaydigan, tez suratda menib bir kecha kunduzda butun koinotni aylanib chiqa oladigan, kunning atrofida kech kunduz aylanib turadigan yulduzlar haqida o'ylanmaydiganligi va uningdan g'aflatda ekanligi to'g'risida mundaq dedi. Osmonlarda va zaminda Allohning qudratining nurg'un alomatlari borki, ular uning yenidan diqqat qilmasdan o'tib ketadi. Alloh taolo o'zining qudratini ko'rsatadigan ba'zi alomatlarni bayon qilib mundaq dedi. Alloh kechini va kunduzni, kunni ham oyni yaratdi. Ya'ni kechini qorong'u va tinch, kunduzni yo'ruq va ko'ngilli qildi. Kechi bilan kunduz uzun qisqalikda almashib turdi. Har birisining o'z oldiga orbitasi va to'xtatilib beriladigan vaqti bordir. Ularning har biri o'ziga xos falakda sayr qiladi. Ularning har biri o'z orbitida aylanadi. İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq dedi. Ular yib chaqida cho'rgilayotgan mukidek cho'gilab turdi. La havla va la quvvata illa billah. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi. Allah sübhini qarong'udan yerib chiqarg'uchidir. Ya'ni tongni yoritquchidir. Allah kechini sizlar uchun istirohat qilib yaratdi. Sizlarning vaqti hisoblashinglar uchun quyosh bilan oyni yaratdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, senden ilgari insonlardan hech kishini mangu yashatganimiz yo'q. Sen ölsen ular mangu yaşamdı. Bundaq bo'lish hargizmi ularga muyassar bo'lmaydi. Ularning hammasi o'lidi. Har bir jon o'limning ta'mini tetig'ichidir. Sizlarni biz yomonlikqa mubtalo qilish, yaxshilik berish orqali sinaymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytsizlar. Amalinglarga yarasha jazolaymiz. Hiç bir kişinin dünyada mangu yaşamaydiganlık. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, senden ilgari insanlardan hiç kişini mangu yaşatqanımız yok. Kudretlik Allah Teala dünyada özüden başka hammasının yok oladiganlık to'g'risida mundaq dedi. Zaminning ustidagi hamma yok oladi. Azimatlik ve keremlik Rabbingning zoti mangu qoladi.
sen ölsəng ular məngü yaşamdı. Bundaq buluş hergizmi ulağa müyesser bolmaydı. Ulanın hemmisi ölüdü. Şunun için Allah Teala mundaq dedi. Her bir can ölümnün təmini tetikçidir. Sizlarni biz yamanlıqqa mubtala qilish, yaxşılıq berish orqali sınaymiz. Ondan biz kimning yaxşılıqqa şükür etadiganligiga, kimning uningdan tanıdiganligiga, kimning sabr qiladiganligiga va kimning noumid bo'ladiganligiga qaraymiz. Sizlar bizning dargohimizga qaytsizlar. Emilinglarga yarasha jazolaymiz. Ali ibn Abu Talha bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz sizlarni qattiqchilik va kengchilik, sog'liq va kasallik, boylik va faqirlik, halol va harom, bo'ysunish va bo'ysunmaslik, to'g'ri yo'l va xato yo'llar bilan sinaymiz. Ondan sizlarni qilgan ishinglarga qarab mukofotlaymiz yoki jazolaymiz. La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh. Kafirlar seni ko'rgan chaqda sizlarning ma'budlaringlarni ayiblaydigan odam mushumo deyishib seni masxir qilishdi. Halbuki ular merhametlik Allah tarafidan nazil bo'lgan Qur'onni inkar qilishdi. İnsan aldırangı yaratılgan. Sizlarga alomatlarimni, ya'ni menga osiylik qilganlarni jazolaydiganligimni ko'rsataman. Uning vaqti soatidan burun meni aldirtib ketmanglar. Mushriklarning payg'ambar alayhisalomni mazoq qilganligi. Allah Teala Peygamber aleyhisselam'a mundaq dedi. Kafirlar seni ko'rgan chaqda, ya'ni Abu Cahil ve onun tengtuşları bo'lgan Qurayshning kafirlari seni ko'rgan chaqda, sizlarning ma'budlaringlarni ayiblaydigan odam mushumo deyishib seni masxir qilishdi. Ya'ni sizlarning ilahinglarni tillaydigan ve ota bobonglarni nodonlardan hisoblaydigan kishi bu kishidir deyishdi. Halbuki ular merhametlik Allah tarafidan nazil bo'lgan Qur'onni inkar qilishdi. Ya'ni ular Allah Teala'ga ishonmaguchilardir. Shundaq turibmi Payg'ambar alayhisalomni mazoq qilishdi. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. Ular seni ko'rsa faqat masxir qilib Allah payg'ambar qilib avatgan mushumo. Agar dinimizni ching tutmasak, Muhammad sallallohu alayhi vasallam bizni ilahlarımızdan ozdirib etkili tas qalatdi dedi. Kimning yo'lining eng xato ekanligini ular oxiratda azobni ko'rgan chaqda biladi. İnsan aldirang'i yaratilgan. Allah Teala bu vaqtda mundaq dedi. İnsan aldirang'idir. Bu yerde insanların aldırang'ılıqını bayan qilishidagi hikmet şu ki, Allah Teala yuqorida Peygamber aleyhisselamni mazoq qilgan kafirlarni bayan qilganda, sahabilarning ko'ngillariga ulardan tizli o'ch ilish istiki kelgan ve ular buni aldirab ketishgan edi. Shunga Allah Teala bu yerde insanning aldırang'ılıqını bayan qildi. Çünkü Allah Teala zalimlarni tizli jazolamay, ularga bir muddatgacha fursat berib, jazolaydigan vaqti kelguncha kechiktirdi. Vaqti kelgan aman ularni darhol qattiq tutdi. Ularni hargiz vaqti soatidan o'tkazib etmaydi. Shuning uchun Allah Teala mundaq dedi. Sizlarga alomatlarimni, ya'ni menga osiylik qilganlarni jazolaydiganligimni ko'rsataman. Onun vaqti saatidan burun meni aldirtib ketmanglar. Ular sözünglarda rastçıl bo'lsanglar, bu va'da, ya'ni bizga va'da qilingan azobning yuz beradigan vaqti qachon deyishdi. Agar kafirlar u chaqda yuzlaridan, dumbillaridan azobni dab'i qila olmaydiganligini va
hech qandaq yordamga erisholmaydiganliklarini bilsa edi, azobning baldir yuz berishini talab qilmaydi. Lekin qiyomat ularga tuyuqsiz keldi-da, ularni hayratda qoldirdi. Ular qiyomatga qarshilik ko'rsatolmaydi. Ularga tavba qilib o'lish va o'zri bayon qilish uchun muhlatmi berilmaydi. Mushriklarning azobning tushishiga oldirib ketganlik. Allah Taala mushriklarning azobning kelishini inkor qilib va uni kelmaydi deb o'ylab, agar azob kelmoqchi bo'lsa, kelib baqsin deb azobning tez kelishini talab qilishdiganligidan xabar berib mundaq dedi. Ular sözünlarda rastçıl bolsanglar, bu vədə, yani bizge vədə qılınğan azabның yüz berdiğən vaxtı qaçan deyişidi. Allah Teala ulağı mındaq dedi. Əgər kafirlar o çağda yüzlerinden, dümbüllerden azabını dəb'i qılalmaydıqanlıqlarını və heç qandaq yardımga erişəlməydiqanlıqlarını bilsə idi, azabның baldırı yüz berişini tələb qılmaydı. Allah azabның ulanı astıdın və üstüdün qorşaydıqanlıqı toğrısı da mındaq dedi. Ulanı üstüdün mü qatmı-qat ot, astıdın mı qatmı-qat ot oruvalıdı. Devzəqdə ulanın astığa salıdığan köpsü mü otdun, üstüge yepinidiğan yotqını mı otdun boludu. Ulanın köңliki qarımaydın boludu. Ot ulanın yüzlerini oruvalıdı. Allah Teala ulağa hiç qandaq yardım kelmeydiğanlıq doğrusu da mındaq dedi. Ulanı Allah'ın azabıdın saqlıqçı bulmaydı. La ilahe illallah. Lekin kıyamet ulağa tuyuqsuz gelirdi de ulanı hayret kaldırdı. Yani ulağa devzaqның otu tuyuqsuz keldi de ular tınırqap nima qilishlarını bilelmeyla qalıdı ve onunğa boysunudu. Ular qiyomatga qarshilik göstermeydi. Yani ularning devzaqның otunu özlerinden qaytırış üçün tedbiri yoktur. Tedbirleri yoktur. Ularga tövbe qilib ve özrü bayan qilish üçün mühletmi berilmeydi. Yani azap ulardan kichikkina mi kechiktirilmaydi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Anbiya suresi tefsirinden 40. ayetgacha anladinglar. Axirini keyin qitimliq o'qishimizda davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.